Hozir mana Xonoboddagi mo'jazgina kichkintekkina imoratimizga 31 ta plita montaj jarayonini boshlamoqchimiz. Xudo xolasa, e'tibor berib qarasanglar, mana birinchi partiya plitamiz kelgan. Xudo xolasa, kranlarimiz tayyor. Montaj jarayonini boshlashga bolalarimiz ham tayyor. Baraka topsin. Kichkinagina bor yo'g'i shu 8 kvadratli imoratimizni Xudo xolasa podval qismini tukash arafasida turibmiz. Plitani bosamiz, avyaskasini qilamiz. Inshaalloh imoratni birinchi qavatini g'isht terishini boshlaymiz. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, kim nimani niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yetsin. Faqat yaxshi amallar o'ziga hamroh bo'lsin. Bitta aka aytib qoldilar boya, baxt nimadadir? Baxt odamni o'zida bo'ladi. Baxtni odam o'zidan qidirish kerak. Boylik, puli bor, puli yo'q, u narsa emas. Qilayotgan ishingiz sizga yoqyaptimi? Avvalo o'shanisi baxt. Oilangiz tinchmi? O'shanisi baxt. Salomatligingiz zo'rmi? O'shanisi baxt. Ishimizda, yo'limizda, maqsadlarimizda ravon tekis ketishda davom etamiz. Salomat bo'linglar.